Biz bilamizki, ko'p yosh bolalar, ayni ular dunyoga kelganlaridan keyin hayotga bo'lgan qiziqishlari, turli xil predmetlarni ushlashlari, mayda jismlarga bo'lgan qiziqishlari ustunlik qilish oqibatida ular og'ziga demak kichkina o'yinchoqlar, kichkina demak zarralarni solishni boshlashadi va ayni shu damda ularda demak nafas yo'llariga, yuqori nafas yo'llariga yod moddani tiqilishi va bronxlarga bu yod moddani ketib qolish oqibatida ayanchli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Buni demak biz qanday bilib olishimiz kerak? Bola tinch yurgan, shu paytgacha hech qanday demak yo'tal bezovta qilmagan, o'z-o'zidan yo'tal, quruchmon yoki kuchli yo'talga sabab bo'lyapti. Buni biz dori-darmonga yugurmasdan dastavval demak buni sababi nima bo'ldi? Bu bolada qanday jarayon sodir bo'layapti? U ko'proq nima o'ynadi? Nima ichdi? Shunga birinchi ahamiyat berishimiz kerak va undan so'ng demak yo'talni belgilari va nafas yetishmovchilik belgilari sodir bo'layotganda biz darhol shifokorga demak olib borishimiz kerak.